Akalar qirg'bosh hunajillarimiz kelgan mana. O'zich doktorimiz kelgan, har birini mana ko'rib tekshirishyapti. Raqamlar bo'yicha yozib boryapmiz. Necha oylik ekan doktor aka? 3,5 oylik ekan. 35 qo'y, 35 qo'y. Hammasini yozib boryapmiz. Bugun Aka 5,5-6 oy. 6 qo'y, 6 qo'y. 5,5-6 oylik ekan. Do'stlar, mana o'sha mashhur baliqchidagi semental fermaga kelganman akalar. Xo'p, bugun videoda qattig'i bo'ladi. Video boshida ko'rsatdim. Har birini bir donalab o'tkazdik o'zidan. Juda ko'p bo'g'oz chiqdi. Akalar, xaridor bo'laverasizlar. Eshigimiz doim ochiq. Pastdagi raqamlar sizlarning xizmatlaringda. 2026-yil hafta kuniga payshanba 4-iyul kunda turibmiz. Andijon viloyati Baliqchi tumani Baliqchi Kuruga yaqin joydamiz. Xo'p, biz boshladik. Do'stlar, xo'p, ozmas, ko'pmas, 40 boshga yaqin xudo xolisa yangi partiyada xunojilarimiz kelgan. Yoritaveramiz bir boshdan. Charchamayapsizmi? Assalomu alaykum, Javlon aka. Kelib oldingizmi? Kayfiyatlar yaxshimi? Rahmat. Sizmisiz? Yaxshilayapsizlarmi? Allohga shukr. Xo'p, yangi partiya kelibdi. Yangi partiya keldi, 38 bosh. Aha. Xunojilarimiz, gibrid, semental, limuzinlarimiz ham bor. Aha. Eston. Har xilidan bor, assortimonlar bor. Xo'p, aksariyati hammasi ham sut yo'nalishi bo'yicha. Hammasi ham sut yo'nalishi bo'yicha. 38 bosh molimizdan 22 tasi bo'g'oz. Xo'p. Aniq tekshirilgan. Aha. Qolgani ichida buqa yuribdi. Aha. O'zingiz ko'rdingiz, mana kecha sakraganlarini ham. Aha. Endi bu 15 kun, 20 kunliklarni o'zi ko'rsatmaydi, bilasiz. Buni hamma biladi. Endi shunaqalari ham bor. Yaxshi. Bir qator ko'rsataveramiz. Akalar, video boshiga qo'yib ketdim. Har birini o'zidan o'tkazdik. O'zidan o'tgandan keyin har birini chizib qo'ydik. Misol uchun mashina ko'rsatadigan bo'lsam, 2,5 qilib qo'yibmiz. Demak, 2,5 oylik ekan shu. 2,5 oylik. 2,5 oylik ekan. Har birini qulog'idagi mana 86-57 raqamidagi xunajinimiz 2,5 oylik daftarga yozildi. Kim kelib xaridor bo'lsa, shu qulog'idagi raqamlar bilan savdolashib olaveradi. Bemalol. Oy kunlari hammasi aniq. Boshladik bo'lmasam, bu qo'ramizda 3 ga bo'lindi, qo'ramizda. Ha, 3 ga bo'lindi. 3 ga bo'lindi. Birinchi qo'ramiz shu ekan. Yoritaveramiz sekin-sekin. Xo'p, bir boshdan oyoq qo'lini, holatlarini ko'rsatishni boshladik. Hamma yo'g'ini yellarigacha, oyoqlarigacha ko'rsatib qo'ying. Hali uzoqdan oladiganlar bor. Aha. Akalar, videoda qanday ko'rinadi bilmayman, lekin mollarimiz nihoyatda bo'ydor, katta ekan. Katta mollar. Katta mollar ekan. Akalar, ko'raverasizlar. Mana shu qo'rada hozir 1.30lik mol yo'q. Aha. Mana 2,5 oylik chizib qo'ydik aka. Yaxshi. 1.40 tepasida mollar o'zi ko'rinib turibdi. Chiroyli qilib ko'rsatib beravering. Bo'laveradi. Aylantirib ko'rsataveramiz oyoqlarini, holatlarini, tepalaridan, yonlaridan, yelinlaridan. Mana akalar. Xo'p, nechtasi bo'g'oz chiqdi buni? 38 tasidan 22 tasi bo'g'oz chiqdi. 22 tasi bo'g'oz. 22 tasi bo'g'oz chiqdi. Yaxshi. 38 tasidan 22 tasi bo'g'oz chiqdi. Mana minus qilib qo'yganmiz. Bular qochmagan hisoblanadi. O'zi belga qo'yib qo'yilgan. Keyin o'zicha akamiz ham qochgan bo'lishi mumkin. Endi ichida buqa yuribdi. Endi o'zicha aka aytdi, bir oyligini ko'ra olmayman dedi-yu. Bir oylikgacha aytadi ekan. Aytar ekan, to'g'ri. Mana moya 2,5 oylik. Xo'p, ko'p kuttirimiz akalar. Bir boshdan bittadan o'tkazamizda bir qator narxlarni yoritaveraylik bo'lmasa. Akalar, boshladik. Narxlarini Javlon aka bir qator chiroyli qilib ko'rsating, bitta joyga aytib qo'yamiz. Telefonda kelishaveramiz, Katta kichik qilib ham aytiladimi? Katta kichik qilib ham aytamiz. Bir qator mollarni ko'rsating, narxini keyin bitta aytamiz. Bitta aytiladi, keyin xo'p, bo'g'ozli davriga qarab ham, katta jasadiga qarab ham, keyin mana sortiga qarab ham bir qator aytib, yengil aytib o'tib ketamiz. Shunga qarab savdolashaveradi. Gumonlarini, qochmalarini olaman desa, alohida kelishaveramiz aka, telefon qilganga. Mana nimasini, ikkovini ham narxini yoritib ketamiz. Narxini yoritib ketamiz, bo'ldi. Xo'p, birinchi ko'ramizda akalar, bitta o'tkazib beraman-da, shu bo'yicha savdolashaverasizlar. Mana mashinamiz 5 oylik ekan, 5 qilib qo'yibmiz, Xo'p. Mana minus qilib qo'yibmiz. Bu degani hali qochmagan ekan, Qochmagan. Bo'ldi, yaxshi. Mana bir boshni o'tkazaveramiz akalar.
Mana uni 2,5 qilib qo'yibmiz, 2,5 oylik ekan. Xo'p, masjidga o'tkazaylik-da bitta. Ko'radi. Masjiddan o'tkazaymi? Ko'ring. Bittalab o'tkazaylik-da. Bir oyoq qo'lini ko'rishib olsin, unga qarab savdo qilishaveradi. Bu 2,5 oylik. 2,5 oylik ekan. Bu ham 2,5 oylik ekan bu ham. Bu minus qilib qo'yibmiz. Qochmagan ekan. Bu ham qochmagan ekan. Xo'p. Bular 3,5 oylik ekan. Bu 3,5 oylik ekan mana. Orqasidagi ham 3,5 oylik o'sha. Bu ham 3,5 oylik ekan. Bu 5 oylik. Xo'p, birinchi ko'ramiz to'liq ko'rsatdik-a. Pullarini bitta joyga aytiladi-da va bitta joyda aytamiz. Mana ungacha ham deb qo'yasiz. Ha, uni ham aytamiz, keyin haligi qochmalarni alohida aytamiz. Qochganlarni alohida ham aytib ko'ramiz. Bo'laveradi. Ikkinchi ko'raga ketdik akalar. Do'stlar, ikkinchi ko'ramiz. Xo'p, Golshtenga gibrid, Shvedga gibrid, yana nimalarga gibridlar bor? Estonga gibrid bor. Estonga gibrid. Mana Simentalga Golshten gibrid bor. Toza Golshtenlari bor aka. Mana olay-chi mana u. Bo'lami? Ha. Bu Simental aka. Simentalga gibrid, ha? Yaxshi. Xo'sh, sekin ko'rsataversam. Bittalab o'tkazamizda, bu qo'rani ham bir qator ko'rsatib beraylik-da. Keyin narxlarga o'tamiz. Xo'p. Akalar, xaridor bo'laverasizlar. Mana mollarimiz ko'p. Dona olganga ham xudo xolasa sotamiz. Mana mashbuqamiz yurgan-a? Ha, mashbuqa yuribdi. Mana akalar shu buqadan qochyapti ekan. Endi hali to'g'risini aytgan yaxshi Simental deb, men gibrid buqa. Gibrid buqa yuribdi ekan-a? Yaxshi. Xo'p, 3 oylik deyilyapti bu. Aka? Ha, 3 oylik. 3 oylik deyilyapti. Yaxshi. Kiraversin-da, ishi bor. Bitta kirgizib yuboraylik-da. Yaxshi bo'ladi. Bo'ldi, ko'ravering. Akalar, ikki kishimiz to'g'risi eplash qiyin bo'lyapti. Ashta turing, bo'lmasa kiraveradi. Men bu yerda kirgizib yuboring. Bitta kirib ketdi akalar, mana. 2 oylik, 3 oylik aytaverasiz. Aytaveraman, bo'laveradi. Xo'p, bunimiz ko'rilmadi. 3 oylik ekan, mana o'tyapti turgan. Qani yurgizib yuboringchi. Xo'p, 2,5 oyligimiz kirib ketyapti. Bu nar tomonda ekan, chiziq. O'sha ham 4 oylik, o'sha kirib ketgan. 4 oylikmi? Bo'ldi. Mana uni minus qilib qo'yib, hali qochmagan ekan. Qochgan bo'lishi mumkin, o'zi 1 oy ichida ko'rsatmas ekan. Mana Shvedimizchi? 2,5 oylik. Shved 2,5 oylik. Xo'p, kirib ketyapti turgan Shvedimiz 2,5 oylik ekan bu ham. Bu ham 2,5. O'torsin. 3,5 oylik kirib ketdi. 3,5 oylik. Buchi? Yo'q, bu qochmagan ekan. Qochmagan ekan bu. Buchi? Bu ham qochmagan. 2,5 oylik ekan mana akalar. Mana kirib ketdi. Yaxshi. Shved akalar. Xo'p, 2,5 oylik. Buchi ko'rinyaptimi sizga? Yo'q, bunga anaqa qilinmabdi. Tuzilmagan ekan-a? O'chib ketdimi? Xo'p. Mana. Xullas akalar, bularning ichida 22 donasi qochgan. Sekin ko'rsataveramiz. Bir joyga olaman desa, Javlon aka kelishtirib beramiz aka, keyin yana bir qator o'zingizni olib kelib ko'rsataveradi. Mollar katta mollar, haligi 50 millionni tepasida sigir oladi, eng bo'lmag'iri ham. Haligi jaydari unaqa mol yo'q. Hammasi naslli mollar. Xudo xolasa kim olsa baraka topadigan mollar. Xudo xolasa inshaalloh. Xo'p. Nima qilamiz? Narigini ham bitta ko'rsatib qo'yaylik, erinmaylik. Bo'ldi, ko'rsatib qo'yamiz. Keyin unga qarab narxini yoritamiz. Nima dedingiz? Uzmayapman. Bo'ldi, yuravering. Akalar, o'rtani yengil ko'rsatib o'tib ketaylik sigirlarimizni. Mana. O'rtada sigirlarimiz bor. Mana bitta gibridimiz qo'shilib qolibdi akalar buning ichiga. Mana shu 48 38 talik ichida. Bular nima deymiz sigirlarni? Sigirlar telefon qilishaversin, kelishaveramiz. Kelishaveramiz, ha? 60 milliondan 75 milliongacha mol bor. Yaxshi. Lekin eng kichigi ham, eng kechkisi ham 7 oydan o'tgan. 7 oydan o'tgan, ha? Tug'ishga yaqin asosan. Sekin o'tyapman. Videoni uzmadim akalar, sizlarga to'liq qilib beray. Uzoq joydan ko'ryapsizlar. Xo'p, do'stlar. Minus. Qochmagan ekan bu. Bu qo'rada bittasi qochgan xolos. Xo'p, mana nima deyilyapti? O'sha 2,5 oylikmikan? 2 qilib qo'yibdi, 2 oylik ekan. 2 oylik ekan. Bitta qochgan xolosmi? Bitta qochgan, qolgani qochma. Qolgani qochmay ekan. Mana akalar. Mana minus. Xo'p. O'sha bir dona aytib qo'yaylik, o'sha bir dona tuqqani bor. To'g'rimi? Ha. Ha. U
qolaveradi ham, uni kelishib olaveramiz oladigan odam bilan. Gap yo'q. Endi do'stlar bitta ish qilamiz. Sekin men o'taman-da. Xo'p. Narxlarni yoritib bo'lmasam. Sharifjon, Narxlarini bitta joyga olsa 36,5 milliondan bitta joyga olsa. hop, 38 tasini bitta joyga olganga 36,5 milliondan O'zbekiston bo'ylab dastavkasini qilib beramiz. 36 million 500 mingdan 36 million 500 ming. O'zbekiston bo'yicha dastavka bor. O'tib beriladi albatta, savdolashsa. O'tib beramiz, ozgina, ko'p emas. O'zi rosa ham arzon aytyapmiz, qochmalar narxida aytyapmiz. Aha. Pul bo'shatishga. Pul bo'shatishga 36 million 500 mingdan akalar ichida bo'g'ozi-yu, shu qochadigani-yu ketaveradi. Ketaveradi. O'zbekiston bo'ylab ketaveradi. Xo'p, endi homilasiga qarab necha puldan necha pulgacha molimiz bor? Agar tanlab olamiz deyishsa. Tanlab olamiz desa ham bunaqa katta tafovut yo'q, lekin endi qismlar qochmalarimizdagi 34 dan qilib beramiz aka. Ha, qochmalardi. Hali qochmagan, lekin qochadiganlarni 34 dan qilib beramiz. 34 million so'm kami bilan, ha, xudo xolasa. Aha. Qismlar bo'g'ozlarimiz lekin g'alatroq aka. Hop, 40 milliondancha kelishtirib beramiz. bo'g'ozlarni 40 million. Bitta joyga olsa. Bitta, ha, bo'g'ozlarni o'zini oladigan bo'lsa 40 milliondan. Lekin aralashma bitta olgan yutadi, chunki hammasi bo'g'oz deyarli. Endi ichidan chiqadi-yu, lekin Aha. deyarli qoch bo'lgan. Deyarli qoch bo'lgan, ha. Chunki kecha o'zingizda ko'rsatdik, mana o'zingiz ham ko'rdingiz. Aha. Mollarni birorta bir oyligini ham aytmadi-da, bir oylik demadi o'zichi. Ha. 2 oydan tepasidagini aytdi. Mana yozib ham qo'ydik tepasiga, to'g'rimi? U apparatali bir oylikni ham menimcha aytib aytmaydi shekilli. Ha. 1 oylik, 1,5 oylik degan anaqalar chiqmadi-da. 2 oy, eng kami 2 oyda. 2 oydan chiqdi. Buning ichida balki 1 oylik, 1,5 oylik mollar ko'pdir, biz bilmaymiz. Qochib qolgan bo'lishi mumkin. Qochib qo'ygan. Kecha ko'rdingiz urg'ayotganini ham novvosda. Lekin Ichida buqa yuribdi. nimada ichidan buqa uzilmagan. Ichida buqa umuman uzilmagan. Hozirgacha yuribdi. Hozirgacha yuribdi. Kelishib olsa, shu buqa bilan birga ketaveradimi? Buqani ham beraveramiz. Buqa ham berilaveradi. Semental buqa ham bor ichkarida. O'shani ham qo'shib beraveramiz agar kelishib qolsa. Bo'ldi, kelishdik akalar. Xo'p, pastda raqamlarni qoldiryapman, qo'ng'iroq qilaverasizlar. Kelishilgan holda sotiladi. Bir dona bo'lsa ham xaridor bo'linglar, hammasiga ham xaridor bo'linglar. 5 ta, 6 ta farqi yo'q. Nechta olishsa ham qo'ng'iroq qilishaveradi. Qilaveradi. Ichkarida sigirlarimiz ham bor, yangi tuqqan. Ichkarida semental sigirlar ham bor. Yangi tuqqan, ular ham sotiladi. Rahmat, hammaga sog' bo'linglar. Sizga ham rahmat, Sharif. Xo'p, rahmat. Alloh razı olsun.